insest yoki yaqin yo uzoqroq qarindoshlar orasida qon qo'shilishi. Barcha jamiyatlar, hatto sivilizatsiyadan oldingilar ham buni qoralashgan, ammo buni qilishda davom etishgan. Mukammal shajara daraxti shunday ko'rinishga ega. 3 avlodda 14 ajdod. Bu esa amakivachlar turmush qurgan oilaning shajara daraxti. Ota-onalarning bobo-buvilari umumiy bo'lgani uchun ajdodlar soni 2 karra kam. Hatto Einstein va Darwin kabi daholar ham qarindoshlariga uylangan. Insest jiddiy ayblov. Dalillaringiz bormi? Albatta, bor. Qarorlarda ularning hamma harakatlari, ya'ni butun shajaralari mana bunday kattakon qo'lyozmalarda yozib qo'yilgan. Ular yordamida Ispaniya qiroli Karl II hayotidan eng bo'lmag'ur insest holatlarini bilib oldik. U labining ortiga nimadir solib olgani uchun bunday ko'rinmaydi. U umr bo'yi shunday bo'lgan. Ungacha 5 avlodda amaki jiyaniga, xolaning o'g'li amakining qiziga, xullas hamma faqat qarindoshiga uylangan. Bu nikohlardan farzandlar tug'ilgan, ammo tabiat yaqin qarindoshlarning farzandlarini yoqtirmadi. Ularda yomon genlar yig'iladi. Shuning uchun Karl epilepsiyasi, yumshoq suyaklar va mashhur badbashara jag' kabi nuqsonlar bilan tug'ilgan.